Amerikada siz qoidani buzsangiz, sizni qanaqa qilib to'xtatishadi? Misol uchun deylik, siz svetoforda qizilda o'tib ketdingiz yokida 70 bo'lgan joyda 90 yuraverdingiz. Sizni orqangizdan shu paytda polis tushadi hamda migalka sirenalarni yoqadi. Sizni orqangizdan shunaqa yaqin masofada tailgate qiladi. Siz bunda nima qilishingiz kerak? Faqatgina o'ngga, eng sizga yaqin bo'lgan joyga to'xtashingiz kerak. Siz to'xtaganingizdan keyin esa birinchi navbatda mashinangizni ichki chiroqlarini yoqishingiz kerak. Keyin esa emergency lightlarni. Bularni yoqqaningizdan keyin sizni qo'llaringiz steering wheelda, ya'ni rulda turishi kerak. Mashinadan tushishga esa aslo urinmang. Prosta mashinani ichida politsiya kelishini kutib turing. Politsiya kelganda siz gaplaringizni qisqa qilib, hurmat bilan muomala qiling. Shunda sizdan so'raydigan dokumentlari faqatgina driver license hamda sizni mashinangizni registratsiyasi. Ba'zi hollarda sizdan insurance ham talab qilib qolishi mumkin. Bu videoni men ko'chani qira olaman deb yuradigan o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying.